Yo'q, Granny meni o'ldirmoqchi. Bu kalit nimaga tushadi? Video davomida bilib olasizlar. Hello bolalar, yaxshimisizlar? Bugun meni Yovuz Granny o'z uyiga qamab qo'ydi. Bugun o'sha jirkanch va Yovuz Grannydan qochishga harakat qilib ko'ramiz. Undan oldin kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Voy la'natim, men qayerdaman? Voy, bosadigan tugma bor ekan. Bu xona qayerni? Qanday xona? Qorong'iligini qaranglar. Men juda ham qo'rqyapman. Yovuz Granny yo'li tugma bosilib ketdi. Mobilin. Voy, karta boshlanmoqda. Voy, qo'rqinchli karta. Ana endi The Vindicator House and Horror Map. Voy, bu Granny'ni uyiga horror kartasi ekan. Mana Granny do'stlar. Voy, chigallar Granny'ni yuzini ko'rib turgan boshlarim mumkin. Qon to'la bo'layotibdi. Mana yo'q. Nima? Play? O'yna deyapti. Voy, bosdim. Voy, bu qanday xona? Ha, bu normal hard spin intro. Impossible. Xo'sh, bu yerda normal hard tanlasam. Start. Albatta startni bosamiz. Voy, kitob bor ekan. Kitobda nima yozilgan? To find a morph the files and find file. Ha, bizni bu uydan qochishimiz uchun qanaqangi challengelar bajarishimiz yozilgan. Bu yerlar bosib yubordim endi mayli. O'yin boshlanmoqda. Yo'q. Nima bular? Qizil narsalar nima? Voy, ana Granny'ning uyiga keldim. Jigarlar, Granny'ning uyiga keldim. Yo'q. Ana eshikni ochdim. No guard, bro. Ana kiramiz. Zindonni like va obuna bosib qo'ying. Pullar shular nima? Bularni ishlatib bo'lmasa ekan. Bular yo'qolgan nimadirlar ekan. Voy, bu yerda quduq bor ekan. Qanday qilib kirishimiz mumkin? Oyna bor ekan. Voy, ana Granny bizni ko'rdi. Granny yonimizga kelyapti. Voy, juda ham qo'rqinchli bu. Voy, jin ursin. La'nati Granny. Men uyga qamab qo'ygan la'nati Granny. Break the window. Oynani sindirishimiz kerak ekan. Lekin buni sindirib bo'lmayapti. Qanaqa qilib sindirsam bo'larkin, a? Xo'sh. Voy, men ursam ham ta'sir qilmayapti. Quduqning yonida nimadir yo'qmi ekan? Hozir qarab ko'rishim kerak. Bu yerlarda nimadir tashlamayam. Nima u? Yo'q bo'lib qoldi o'zidan o'zi. Yo'q, jigarlar, yo'q bo'lib qoldi. Ana quduq tortadigan joy bor ekan. Tortilmayapti, quduq ham uchidan chiqibdi. Nima? Tosh? Tosh otib sindirish kerak ekan. Sindir jigarlar, biz yo'lini topdik. Yo'q. Hozir voy, Granny boltasi bilan keldi jigarlar. Voy, boltasi ham o'zi ham qonga to'lib yotibdi. Jigarlar, yuzini qaranglarni. Voy. Kirishimiz kerak. Oynadan kirib bo'lmayapti. Oynadan kirishga harakat qilamiz. Oynadan kirmay bo'lmayapti. Jigarlar, hozir mashina realniy hodisa ro'y berdi. Granny tashqariga chiqib eshikni ochiq qoldirib ketdi. Bu biz uchun menimcha kirishga yo'l ochib berdi Granny. U Granny emas, u Granny u. Men shuncha qiynab uyga qamab qo'ydi. Zinaga chiqdim, pastga tushaman zinadan. Voy, bu yerda rakvina, oshxona bor ekan. Endi bu yerda xolodilnik o'tiradigan joy bor ekan. Bu yerda ham idishda qo'yish uchun suv. Ana boshqa xonalarga ham chiqib ko'ramiz, chunki Granny qayerdaligini bilib olishimiz kerak. Ikkinchi qavatga chiqdim. Bu yerda bu cho'milish xonasi ekan, ya'ni tualet ekan. Biz hozir bu yerda nimadir qidirishimiz kerakmi shunda? Tushunmayapman nima qilishni, to'g'risi. Obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Bu yerda eshik bor ekan. Bu qanday eshik? Yo'q, Granny meni o'ldirib qo'ydi. Yo'q.
yaxshiyam manda ikkinchi jonim bor. Manda 3 ta jonim bor. Juda ko'p mani shanslarim bu yutish uchun juda ham ko'p. Ishi endi ochiq bo'larkan, ahlinda qulub edi. Yaxshi bu. O'zim aytdi, yo'q, Granny bu yerdan chiqib ketibdi. Bu yerda kutubxona bor ekan. Granny ham kitob o'qir ekanda. Ha ha ha. Bu yer qanaqangi uy? Voy, mana bu yer Grannyni yotoqxonasi. Bu nima bu? Ana kravati, uxlaydigan. Endi shkaflarni ham ko'rsataman. Hozir pastga tushib Grannyni bitta qidirib tushaylik. Oy, bu yerda oshxonani ko'rdik. Ko'chani ham qarab kelamiz. Ko'chaga chiqib ketmabdimi? Granny degan yovuz maxluq. La'nati Granny. Xo'sh, uydan kirib, hozir Grannyni qidirishga harakat qilib ko'raman. Granny qayerda? Voy, mana Granny do'stlar. Yo'q, mana turibdi ekan Granny boltalari bilan, qo'linga to'la bolta. Aytgancha Granny o'yinida mana shunaqangi javonlarda har xil narsalar bekitilgan. Qo'ng'iroq yo'q, buni chalib ko'rdim, lekin Granny chaqirmaydimi bu? Nima uchun qo'yilgan? Men buni Granny buni bossam, jiringlaganda Granny keladi deb o'ylagandim. Mayli. Granny yo'qmi? Hech qayerda. Javonlarni ochib ko'rishim kerak. Bu eshik, menimcha, bu eshikning kalitini topsa keyin ochilsa kerak. Jigarlar, shu joyda albatta obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Uy, nimadir yurgan tovushini eshityapman bor-ku. Hech kim yo'qmi qaraychi? Yo'q, hech kim bo'ldi. Ochsam bo'laveradi bemalol. Yo'qmi? Yana ovoz eshitilyapti. Eshikni ochib qo'ysam, eshik ochilganda kelgani bilinadi u Grannyni. Eshik bosilmayapti. Yana ochildi. Yo'q, bu yerda hech narsa yo'q. Bunda ham hech narsa yo'q. Shu qizillar nima? Shu meni juda ham qiziqtiryapti jigarlar. Hop, buni ham ochib ko'ramiz, bu javonlarni ham. Qiziq, bu yerda nimalar bor ekan? Hech narsa yo'q. What? Bu uyda qanaqa qilib chiqsam bo'ladi, hech narsa bo'lmasa? Bu yerda ochadigan hech narsa yo'qmi? Yo'q, bu yerda vanna. Vannani ichida tushib cho'milib ko'ramiz. Dush ishlamasa ekan, tualet. Buni ham suv chiqaradigan ishlamasa ekan. Bu yerda rakvina, oyog'im yuvib kirib bo'lib ketdi. Bo'ldi. Toza bo'ldim. Ana Grannyni haqiqiy yashaydigan uyga keldik. Bu yerda bizni yashirinishimiz uchun qurilma, ya'ni shkaf kutib turibdi. Mana ichiga kirib olamiz. Granny bizni ushalmaydi, ko'rmaydi Granny. Xo'sh, bu yerdan chiqamiz va Grannyni javoni. Yo'q, bu yerda kalit bor ekan. Kalit. Hozir kalit ko'rdim, bor-ku, qizil. Ana kalit turibdi. Orange key. Voy, jiyanlar, kalit topdik biz. Chiqqani yo'l mana. Shu kalit bilan chiqib ketsak bo'ladi. Albatta obuna bo'lib, like bosib qo'ying bu videoning ikkinchi qismi chiqishi uchun. Qani bo'ldi. Bu mana shu eshik kaliti. Bu eshikdagi emas, yana qayerdadir eshik bormidi? Bu nimani kaliti bu? Ko'chani eshigini ochdik. Bunda emas, Granny tashqariga chiqib ketamiz. Yo'q, bu ko'chani ham kaliti emas. Yo'q. Biz ko'chaga chiqib, bu yerda ham javon bor. Lekin buni hozir ochamiz sizlar bilan. Yana eshik bor ekan. Yo'q, bu yerda Granny turibdi. Birinchi javonlarni ochib chiqay. Ochilmayapti-ku. Bu kalitni qo'yib keyin bossam ochiladi. Yo'q, bunda ham hech narsa yo'q. Bu yaramas Granny javondagi narsalarni olib tashlabdi. Ana ochib ko'ramiz. Voy, jigarlar, Granny. Mana shu yerni kaliti ekan-ku bu. Bu nimani? Bu yerniki ham emas ekan.
O'shani Granny'ni turishini qaranglar. Voy, buni urib bo'lmasa-chi. Bu qanday Granny o'zi? Jigarlar, mayli, endi bu videoni ikkinchi qismida biz albatta Grannydan qochamiz. Meni eng qiziqtirgan narsa mana qizil narsalar nima? Va bu uydan chiqib ketsa bo'ladimi? Bu kalit nimaga tushadi? Men bu uyga qanday kirib qoldim bu kartaga? Hammasi ikkinchi qismda chiqadi. Shu savollarga javoblar. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. 1000 ta like va 500 ta yangi obunachi. Buni ikkinchi qismi albatta chiqadi.